أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Endi biz bugün kelgan dersimiz bo'lsa al-imam al-muhaqqiq al-faqih al-usuli al-allama Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yozgan Madarikut Tenzil fi Haqaiqut Ta'wil yoki Madarikut Tenzil ve Haqaiqut Ta'wil nomli tafsirun Nasafi deb mashhur bo'lgan mushu kitobning Baqara surasining Allah azza ve celle'nin kavli vellezine yu'minuna bima unzile ileyk ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun degan kavliga kelib to'xtagan edik. Bugün biz mushu ayet kelimeden başlayımız. Allah azze ve celle bu ayet kelimede deydi ki vellezine yu'minuna bima unzile ileyk, yani ular kimler? Yani o muttaqilar bo'lsa, yani Kur'an-ı Kerim ularga hidayat qilgan muttaqilar bo'lsa, birinchi g'aybga iymon etadiganlar, namoz o'qiydiganlar va zakat beradiganlar deb bo'lib, ular yani iymonni qaytib, ular sizga tushirilgan Qur'onga nima iymon etadiganlar va sizdan ilgari tushgan Tavrat, Injil, Zaburdan iborat samoviy kitoblarga hammasiga nima iymon etadiganlardir. Ve aşularla ahiretke %100 çin tutudu. Ahiretini çokum buludu, yani cezmen buludu, %100 buludu hep cezmiyet kılıçılardır. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Yani aşularla Perverdigar tarafından boğan hidayet üstüdedir. Aşularla nicat tapkıçılardır. Maksat yetküçüler devzakten halas bulguçulardır. Deb Allah Teala bizga deb berdi. Oyatning umumiy mazmuni bu shu. Endi bizga musannif rahimahulloh birdan parchalab deydi. Birinchi qilib Allah Teala'ning vellezina yu'minuna degan qildi. Vellezina yu'minun kim bo'ladi desa, musannif bu yerda bizga oyatni ikki xil ma'noda deyishib berdi. Ikki xil ma'noda. Biri ma vellezinadagi vav harfi, vav harful atf. Harful atf nimaga atf deydi? Bu muttaqinaga atf deydi. Yeni bir çoğu muttaqinaga atf emas, balki ellezinaga atf, ism mavsulga atf deydi. Yani demek bu yerda ikki xil ma'noni bizga o'tirib qo'yildi. Endi muttaqinga atf bo'lsa qanday ma'no chiqadi? Ellezina yu'minuna bil g'aybiga atf bo'lsa qanday ma'no chiqadi? İkisi boshqa ma'no chiqadi. Agar biz ellezina yu'minunga atf qilsak uçad qanday bo'ladi? Muttaqilar bo'lsa, shunda muttaqilarki endi qanday bo'ldi deganda, masalan ellezina yu'minuna bil g'aybga atf bo'lganda uçad ma'no muttaqilar degan g'aybga ishonadigan va namoz o'qiydigan, zakat beradigan odamlardir deb va onun tushirgan Qur'onga iymon etadigan, sizga tushirgan Qur'onga büyük kitaplar iman etadigan odamlardir. Kimlar? Yani muttaqilar. Demek bu chaqda nima bo'ldi ekan muttaqilarning boshqa sifati. Muttaqilarning yani sifati muttaqilar degan shunday sifatlarni nima jamlagan odamdir degan ma'no chiqadi. Ammo muttaqinga aytib qilsak-chi. Bu chaqda muttaqinga aytib qilsak, bu chaqda bu ma vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik degan oyatning ma'nosi bu chaqda bu muttaqinning sifati olmaydi. Muttaqinning sifati olmaydi. Bu öz adığı başka bir sınıf, başka bir tür buladı. Mesela bu kitap muttaqilarga hidayettir. Yani g'ayb ishonadigan, namoz o'qiydigan, zakat beradigan muttaqilarga hidayettir ve sizga tushirilgan Qur'onga iymon etadigan ve sizning ilgari tushirilgan Tavrat, Zabur, samoviy Injillarga tafsili iymon etadigan odamlardir. Ular bo'lsa kimlardir?
desa, ular bo'lsa Abdullah ibn Salam o'shuningdek qo'sh kitobga iymon etganlar. Masalan biz Tavrotga iymon etdik. Qur'onga iymon etdik. Lekin Tavrotning ichidagi tafsilotni bilamdimiz? Bilmaymiz. Tavrotda nima bor, nima yozilganini bilmaymiz. Lekin uni biz tafsir ijmaliy iymon etamiz. Ammo Abdullah ibn Salamlarcho Tavrotniki ichidagi tafsilotni biladi. Undan keyin Qur'onni kelganda Qur'on ichidagi tafsilotni biladi. Demak, u chaqda bu yerdagi bu sifat kimni sifati bo'lgan? Ahli kitobdan Qur'onga iymon etganlarning sifati bo'lgan u chaqda. Ikkinchi. Tushundinglarmi? Farqi shu. Bizga musannif shuni bizga bir qancha jumlalarda shu mazmunni yuritib beradi. Deydiki, yana ikkinchi ma'no demak bo'ladi. Vallazina yu'minun. Ya'ni iymon etadiganlar. Ular kimlar? Hum mu'minu ahli kitob. Ular bo'lsa ahli kitobning, ya'ni ahli kitob degan osmonda samoviy kitob va odamlarning hammasi ahli kitob. Ahli kitobning nima? Mu'minlar. Masalan, Abdullah ibn Salamdak va adrabihi degan Abdullah ibn Salamning o'xshashlaridek, ya'ni o'xshashlaridek. Adrab degan nima? Adrab degan asli darbun, uni mufrad shaklida darb degan nima? Misl degan gap. Ya'ni adrab amsal degan bo'lmas. Ya'ni adrabihi degan ya'ni Abdullah ibn Salamning o'xshashlaridek. Men kimlardan iborat desa, min bayoni berdi. Minallazina amanu bi kulli wahyin unzila min indillah. Ya'ni Alloh taolaning dargohidan tushirilgan har bir vahiyga iymon etganlardan iborat Abdullah ibn Salamga o'xshash kishilar. Bu yerdagi ko'zda tutilgan. Va ayqanu bil akhirati iqanan zala ma'ahu ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. Yani ular birinchi qilib nima qilgan? Osmondan tushgan jimi vahiga iymon etganlar. Ikkinchi qilibcho oxiratga shundoq bir jazmiyat qilganlarki, ularning bu jazmiyati bilan ularniki ilgari bo'lgan, ya'ni jannatga Yahudi yoki Nasara bo'lganlardan boshqalar faqat kirmaydi. Dovzax Yahudi yoki Nasara bo'lganlarga faqat bir qancha kunlarla yetadi. Ular dovzaxda faqat bir qancha kunlarni kuyib, yenib, undan keyin chiqib ketadi. Xuddi ba'zilari, ya'ni biz muzayga ibodat qilgan 40 kun atrofida dovzaxda kuyib chiqib ketamiz deydi. Ba'zisi deydiki, dunyo 7000 yil, dunyoniki vaqti 7000 yil. Şu 7000 yılın her 1000 yılığı bir günden kuyumuz, dünyanın günden 7 gün durakta kuyup çıkıp gitimiz, cennete çıkıp gitimiz deydi. Yani muşundak yani hata, azgın boğan, hata boğan itqat aqidiler, bulanıki şu ahiretki boğan hakiki cezmiyeti, hakiki imanın bilen yuqap gidiyordu. Buları doğru boğan itqat geliyordu. Bunu muşula demek için. Hazır bu sende ama ben 5'te düşündürüp bergen. Gemde oldu 5'te. Çünkü bu zaman. Ne deydi o? Yani summa degeni yani bu mazmun tugidi. Yani yanıda mazmun başladı. Summa andın ki hem ma o ayetdeki közde nazarda tutulgan kişilerin bilip bo'lgan bo'lsanglar, hem de biz maqsadga kelaylik. Oyatning tafsir maqsadiga deydi o. Agar yani atf yani nima demoqchi? Grammatik masalasini bayon qilmoqchi ekan. Nahv masalasini bayon qilmoqchi. Agar in ataftahum yani belki vellezine yu'minun degan bulani alellezine yu'minun bil gayb atf qilsang, agar atf qilsang dakhalu fi jumlatil muttaqin. Bular belki vellezine yu'minun bima unzila degan bular muttaqilarning qatoriga kiradi. Muttaqilarning jumlasiga kiradi. Men abay boshda so'zlab bergan. Yani uçakda ma'no qanday bo'ladi? Yani muttaqilar degan qanday odamlar? Muttaqilar degan g'aybga iymon etadigan, namoz o'qiydigan, zakot beradigan odamlar va sizga tushirgan Qur'onga iymon etadigan, sizdan ilgari tushgan kitoblarga iymon etadigan odamlardir. Muttaqi degan mushunday kishilar degan bo'ldi. Men mushu ma'noni o'zim loyiq deb to'g'ri deb o'ylayman. Endi va in ataftahum ma biroduma va in ataftahum alal muttaqin. Agar endi bu yerga vav atfani vallazina yu'minun vav atfani san nimaga allazinaga atf qilmay, ism mavsuliga atf qilmay. Balki muttaqinga atf qilsang o'chadi. Muttaqinga atf qilib bog'lasang lam yadkhulu degan gap. Bular, ya'ni bu yerdagi vallazina yu'minun deganligi bular nima kirmaydi? Muttaqillarning sifatining qatoriga kirmaydi.
Çağda muttaqilerin başka bir adam olur. Yani bular kim? Abdullah ibn Selam. Tabii ki Abdullah ibn Selam degan nima? Muttaqi tabii. Lekin demek ki o ne bir yerde mayadaki tilgalanan muttaqi emas, bu başka şekildekiler. Yani bularning sifati alohidroq. Yani bular Tevratga mu tefsili iman keltirgan, Qur'onga mu tefsili iman keltirgan. Bo'lmasa biz o'xshash bo'lmasa biz bo'lmasa agar Tevratga iman etishda, Qur'onga iman etishda biz o'xshash bilan o'xshash. O'xshamaydigan tarafimiz qolsa, biz Qur'onga tefsili iman etgan, Tevratga shu icmali degani icmali iman etgan. Icmali degan yani Tevratning Alloh taolo tarafidan nozil bo'lgan haq kitob ekanligiga iman etdik. Ammo buning ichidagi hukmlarni biz bilmaymiz. Nima uchun bilmaymiz? Chunki biz bilgan vaqtimizda Tevrat hammasi o'zgartirilgan, muharraf. Ya'ni Tevrat Yahudlarning qo'llari orqali o'zgartirib etilgan kitob. Shu sababdan biz bilaylik desakmi bilolmaymiz. Yani فَكَأَنَّهُ قِيلَ xuddi yuqoridagi biz degandek bo'lganda xuddi mudaq deyilgandek bo'ladi. Hudan lil muttaqin ve hudan lillezine yu'minuna bima unzila ilayk. Yani eğer muttaqinin qatoriga kirmasa, ma vallezine yu'minuna bima unzila ilayk onun qatoriga kirmasa, qada bo'ladi. Yani bu kitap yani 5 qiyonat, 5 qaytadi. Yani bu kitap, yani bu Qur'ondagi bu ulug' kitap, bu kamil mükemmel kitap muttaqilarga hidayettir ve sizge düşürülgen Kur'an'a iman etadigan ve siz tushungan Qur'ondagi Tevrat, Zabur, İncillarga iman etadigan kishilarga ham hidayettir degan bo'ldi masala. Endi yana bu uchinchi ma'noni beryapti bizga. Avil muradu bihi yoki buni bilan yoki bu yerdagi bu vallazina yu'minuna bilan vasful evveleyni degan avvalgi ikkilarni sifatlash. Qazar avvalgi ikkilarni qaysi bilasizlarmi? Yoki murad bundan bo'lgan murad avvalgi ikkilar murad. Ya'ni muttaqilar bilan shularning sifatlari bo'lgan qasalar avval qilsa, masalan iymon g'ayb iymon etadiganlar, undan keyin namoz o'qiydiganlar, zakat beradiganlar. Amaldagi vasful evvelina desak, ma'dagi ibodatni. Vasful evvelina desa hammasiga qaytadi. Ya şu muttaqilar ve onun sıfatları hemmesiga qaytadi. Evvelini desek bu chaqda cho'ng ikki jihat qiliblar, muttaqini bir, undan keyin alladina degan ism mavsum sifati bilan bir hisoblasak ikki bo'ladi. Mishadiki shu iboratniki o'qilishi qarab qilamiz. Endi va wusital atifu deydi. Endi menga bizga shuni bildiryaptiki va wusital atifu, ya'ni harf atf, ya'ni bog'lovchi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ degandeki vav harfi xuddi sifatlarning arasida sizning qavlingdagi huve şuca'u vel cevadu degan so'zingdagi sifatning arasidagi bog'lovchi kelgandek, ya'ni vav atif kelgandek bu yerda shundoq o'tirdi keldi deydi. Asli qoida nima? Asli qoidada sifat mavsufni o'tirdi vav kelamdi kelmamdi? Vav kelmaydi. Masalan Zeydun alimun. Ra'aytu Zeyden alimen. Yani ben alim Zeydni gördüm deyimiz. Mevsup bilen sıfatın arasında bu gelmezlik asli kaide. Ama bazı çağda ben ra'aytu Zeyden alimen ve kerimen ve şuca'an de mesela. Ben bazı vakta Zeyd degan mushunda qattiq hislatlarni o'ziga mujassamlagan, o'ziga to'plagan, jami qilgan bir odam deb uni sifatlarining ko'pligini ve aynı köp sıfatlarını özgü mücessemliliklerini bildirmekçi olsam, vav'ni harfini sıfatniki arasına kıstırıp koyuşum deme caiz. Caiz buludu. Xuddi bu ayet gerek. Yani bu ayetlerin kalamında normal kenken işitilgen gibi. Mesela Musannif davat dedi ki, mesela huve şica' vel cevat. O kişi intihanın şicaatlik, batıl, pahlivan vel cevat diye mert, ayeti, cuvan mert adam. Mert adam demek çok adam bir şeyde. Bu bir adamın sıfatı. Şuca' degan sıfat, cevat degan bu şu adamın sıfatı. Ama oturup vo keltirib qo'ydi. Nima uchun? Nima demoqchi desa, bu adam va ash-shakhsun al-jami'un ash-shija'ata al-jami'u ash-shija'ati vel-cevat. Yani bu adam shijoatni va mardlikni o'ziga mujassamlagan bir odam degan ma'noni chiqaradi o'sha. Masalan, mishada bir she'r yozib bitgan. Bir kim desa
Şurayh ibn Avfil Aysa degan adam, yani Muhammed ibn Talhani öldürgen adam. Cemal günü. Yani Ayşe anamızdaki boğan çoğun bir ardı Cemal canıda bir can boğan mesela. Şu günü bu şu şiirini okutken adam. İlel melikil karmi ve ibnil humam ve leysil ketibeti fil muzdeham. De bu okutken. Bir şeyde bu adam bir adamni damlamak için. Bir adamni damlamak için, medihlemek için. Medihlemek için bulup Melikil Karım. Karım diyen gap aslında Seyyid diyen gap. O melik. Yüzü padişah. O padişahı tıknıma Seyyid padişahında. Normal tebiqini çıkan mesela isil tebiqini çıkan hakikaten isil padişah. Tiki tekti var isil padişah. Vebnil humam diyen humam diyen gap yani ali himmetlik. Yani vebnil humam diyen ali himmetlik adamın balası. Yani bu adamın üzümü ulu adam. Bu padişahın üzümü ulu. Vebnil humam diyen gap yani dadısı mı ne ulu. Dadısı mı intihar ali himmet adamıydı. Bu padişahın üzü kadar bilmez. Dadısı mı intihar ulu ve ali himmet adamıydı. Veleytil ketibe. Ama bu padişahı tıkanda ahlaklı adam mücessemlemegen üzüge tıkı yeni mücessemlegen ki yani pil muzdaham diyen gap yani yevmez zahaf katı kızıgan cengda nima kuşun ketibe diyen kuşun ceş diyen buldu. Yani ceş kuşunun askerlerinin mesela Leys diyen Esed diyen. Şir. Şir diyen bu hökür yapmadı. Yani xuddi arslan şirdek canda kızıgan canda kuşunun aldığı çıkmadıgan. Dadısının ait himmet boğan. Yüzü bolsa kavminin seyyidi boğan munda bir padişah dep kanca bu kişide 3 sıfat cemlengendi. 3 sıfat. Biri bu padişah nima isil seyyid yani. Kavminin ki en içinden çıkan isil adamdan çıkan. Bir. İkinci sıfat şu bunun dadısı hem isil neseplik. Nesibi hem ali. Bunun hem üçüncüsü şu ise üçüncüsü şicaat hem mücessemliği. Bu adam yüzge birinci seyyidlikten mücessemliği. İkincisi nesepteki ululuktan mücessemliği. Üçüncüsü şu şicaat hem mücessemliği. Yani bu üç hıl sıfatın üzerinde cemligen adamdır bu. Diyen bir şeydi bu. Bu şey hem müsbet adet bu. İbnül Humam diyen bu. Melik'nin Karim diyen bu Melik'nin süfti. İbnül Humam diyen bu Melik'nin süfti. Leysul ketibe diyen bu. Leysul ketibe diyen bu nemin süfti. Melik'nin süfti. Hem miskini mi getiripti o? Neydi? Wow. Wow'un atifini getiripti. Demek Arap'ın şiirde hem ne kılgan bab olgan bu meşhur kaide. Demek aslı kaide ne iken? Aslı sıfat vasfı oturusunda wow bulmasın. Lakin qanday jada bulab qaldıysa bir adamның süfti bekçe bulab kesse aşını sanap munda sanacaqda wow kilidi. Şundaqmı? Vel ma'na yani vel ma'na ennehum el cami'un beyne tilke sıfati ve hadihi. Yani ular yani aşu sıfat yani manasını nima ayetning manasını nima deganda yani muttaqilar degan qanday adamlar desa aşu sıfatlar bilan yani g'ayb qilman aytish, namoz o'qish, zakat berishdan iborat aşu sifatlar bilan ma'u sifatlarni arasida bo'lgan ma'u sifatlarcha Qur'onga nozil qilingan Qur'onga iymon aytish va Qur'ondan ilgari nozil qilingan Tavrat, Zabur, Injillarga iymon etishdan iborat shunday sifatlarni o'ziga mujassamlagan, shunday sifatlarni arasida jamlagan, to'plagan kishilardir bu muttaqilar degan ma'noni biladi u. Xo'sh. Endi musannif bu yerda aytdiki bima unzile ileyk. Yani vellezine yu'minuna nimaga iman etganlar? İman etganlar dedi shundaymi? Ularning kimligini bildik. Hamma her jihatdan ma'nosida chiqdi. Kim dedi? Bima unzile. Nimaga iman etganlar desa bima unzile ileyk. Sizga tushirilgan narsaga iman etgan. Payg'ambar alayhisalom tushirilgan narsaga nima u desa, ya'ni al-Qur'on, ya'ni Qur'onga demakchi edi. Vel muradu endi bu yerdagi murad Cemi'ul Kur'an. Kur'an'ın hemmesidir. Bir yerdeki murad mutlaka Kur'an'ın hemmesi. Ya İhlas suresi emez, ya Sure Bakara'nın emez, bu Sure'nin emez. Belki Kur'an'ın başında ahirci hemmesi. Lel kadarul lezi sabaka inzaluhu. Yani bunun nazlı buluşu sabık boğan, ilgili boğan miktar emez. Yani ular iman ettiği vaxtıda boğanla Kur'an'ı demek emez. Belki ular iman ettiği vaxtıda boğan ve ular iman etip boğandan keyin tushmoqchi bo'lgan Qur'onning hammasiga iman etmoq degan bo'lmaydi. Ma'nosi. Nimish qadisa li annal imana bil jami'i vacibun. Chunki hammasi Qur'oni Karimning hammasiga
Başdan tartıp ahırgacha hammaga iymon etishim vojibdir. Endi qanday edi innama degan gap kelib qolsa, nima deb tushunishlar bu? Bu bir varetning, bir kelgan bir savolning javobi. İnnama degan gap kelganda kalomni kelish kerak. Bir savol kelibdi. Musannif bu savolga nima bo'lib bizga javob berib deb bilish kerak. Agar kalomni aytsam, balki shu savolga javob topa olasizlar. Nima deb bir odam savol so'raydi sizdan? Limada abbara anhu bil lafzil madi deb savol. Ya'ni biz savol so'raydi. Amma sanda ular bo'lsa, siz bunday dedingiz. Buniki iymon hammasiga iymon etish vojib degan gapni qildingiz. Bima unzila ilayk deb keldi Qur'oni Karimda. Bima yunzalu ilayk deb demay, bima unzila ilayk dedi, ya'ni sizga bundan burun tushib bo'lgan Qur'onga iymon etqali degan gap bo'ldi bu. Bundan keyingisi gap yo'q bu yerda. Nan topdingiz buni deb bir savol so'rasa, buningga beriladigan javob deydi. İnnama abbara anhu bil abdil madi, ya'ni mushu Qur'oni Karimning hammasiga iymon etishdan bil abdil madi o'tgan zaman sig'isi bilan iborat keltirilishi yoki iborat keltirilishi Alloh taolaning ubbilatsek bo'ladi, abbaratsek ubbilatsek ham yaxshi. Keltirilishi va in kana ba'duhu mutaraqiban, ya'ni garchi bu Qur'oni Karimning ba'zisi mutaraqib, ya'ni ko'z tutib turayotgan degan, saqlab turayotgan tushishga intizorda turayotgan bo'lsa-mu, nima uchun desa tagliban javob bor. Tagliban degan nima? Javob. Tushunamizmi? Javob ya'ni illa, ya'ni tagliban lil mavjudi ala ma lam yujad. Bar bo'lgan Qur'onga, bar bo'lgan Qur'onni bar bo'lmagan, ya'ni yo'q bo'lgan nima? Bar bo'lgan Qur'onga bar bo'lmagan Qur'onni nima qilish, ichiga tiqib o'tish. Tushunamizmi? Ya'ni tushib bo'lgan, nozillab bo'lgan Qur'onning ichiga nimaga nozil bo'lmagan Qur'onni nima qilish, tiqib o'tish. Buni nima bo'ladi? Taglid deb ataladi. Ya'ni oz sonliq ko'p sonliqni egilash. Amma yerda oz sonliq olsun, ko'p sonliq olsun ixtiyor, lekin ya'ni nimani tushib bo'lgan, tushmagan Qur'onga tushib bo'lgan Qur'onning muomalasini qilish. Xuddi tushib bo'lgandek nima hisoblash degan bo'ldi. Tushunamizmi? Chunki nima ish qilsa? Chunki bu gapni illatini deb berdi. Vali annahu degan. Chunki idza kana ba'duhu nazilan, uning ba'zi tushib bo'lgan bo'lsa va ba'duhu muntazaran nuzul, uning ba'zi tushishi intizor bo'lingan bo'lsa, kutib turilgan bo'lsa, ju'ila ka'anna kulluhu qad nazal. Ya'ni uni hammasi tushib bo'lgan o'xshash qilindi. Chunki uni tushishi haqiqatdir. Nimishqa ba'zida Qur'oni Karimda nimishqa shu nimaga sig'ishlar dedi. Keladigan zamonda ketgan ishlarga o'tgan zaman sig'isi bilan sig'i keltirdi. Masalan, fa iza nufixa fis-sur va nufixa fis-sur va nufixa fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati man fil-ardi illa man sha'a degan oyatda, ya'ni surda puydalsa deydi. Surda puydalsa degan va nufixa deb surda puydaldi degan emas. Puydaldi o'tgan zaman sig'isi, modi sig'isi. Surda puydaldi, surda puydalmagan desa li mutahaqqiqil vuqu'. Bunun yüz berişi nima? Jazman bo'lganlik uchun. Chuqum yüz beradi. Alloh taolo dedimi? Xabar berdimi? Alloh taolo ilmi g'ayb bilan beshning bo'lishini xabar berdimi? Chuqum bo'ladi. Alloh taoloniki o'tgan zamon sig'ishdan keltirishi, ya'ni bu ishning chuqum bo'ladiganligini nima bilganligi va bizga bildirmoqchi bo'lgan. Shuni paydo berdi. Tushundingizmi? Xuddi bu yerda shunday. Alloh taolo tushirildi. Sizga tushirgan Qur'on dedimi? Demak Qur'onning hammasi Alloh nimaga Payg'ambar alayhisolamga %100 nima qiladi? Tushiradi. Amaliyotda tushirildimi? Tushirildi. Va ma unzila min qablik. Hamdi ya'ni u kishilar bo'lsa sizning ilgirki kitoblarimi tushirilgan, sizning ilgari tushirilgan kitoblarimi nima iymon etadiganlardir. Ya'ni sairal kutubil munazzalati ala nabiyyin, payg'ambarlarga nozil qilingan qolgan kitoblarga hammasiga nima qiladi? Iymon etadigan kishilardir deydi. Tilka darul axira va bil axira va bil axira va bil axirati hum yuqinun va bil axirati axiratga ular jazmiyat qiladi degan. Va bil axirati degan nima desa? Axirati degan va hiya ta'nisul axir. Axirning muannasi. Bizda 4 xil gap bor. Axir, axira. Axir, uxra.
O'shni bir sifatga olib qo'ysak bo'lmaydi. Axir degan gap oxirgisi. Axir degan gap oxirgi er. Axira degan ju oxirgi ayol. Axir degan yana bir er. Uxra degan ju yana bir ayol. Tamam, muannas muzakkar shaklda desakcha. Endi bu yerdagi axira degan ju axirning nimasi? Ayollik shakli, muannas. Endi axir degan ma'nosi nima desa? Allazi huwa diddul awwal. Yani awwalning qarshisi bo'lgan axir. Oxirgi degan gap. Axir nimasi? Axir. Avval nimasi? Avval. Avval, axir. Va hiya tamam bu axira degan unda tamam ma'nosi bildik. Diddul awwal kan. Axiraning ma'nosi nima ekan? Avvalning diddi. Endi buning unda bu ismmi yoki sifatmi? Savol. Bu axiraning o'zi ismmi yoki sifatmi degan savol keladi Allohga. Kelsa buni javob va hiya sifatun val mawsufu mahdhuf. Axira degan so'z o'zi nima? Sifat. Bu mavsuf emas. Bu ism emas. Lekin bu nima? Sifat. Lekin mavsuf desa mavsuf mahdhuf. Mavsuf hazf qilingan. Qaysi mavsuf bo'lsa, u qaysi mavsuf qanday desa, va huwa ad-dar. Ya'ni ad-darul akhirah. Va bil akhirati ya'ni va bid-daril akhirati degan bo'ldi. Va bid-daril akhirati. Anda o'sha ma huwa dalil? Dalilingiz nima? Bu qayerdan keldi bu? Dar degan gap nereden geldiniz siz? Deliliniz nima desa? Bi dalili qavlihi. Allah Teala'nınki Allah Teala'nın Sure Qasas'daki Sure Qasas'ın 83. ayetideki qavli. Tilke darul ahireh degan ayet. Tilke darul ahireh degan ayetdeki kamil kelgan. Şu anda yani şu ahiret hoylisi. Ahiret qarorgohi degandiki ad-dar deb ashadi mavsuf kelgan. Ad-dar muannas. Ad-dar muannas bo'lgandan keyin axirat degan sifat nima bo'ladi? Muannas bo'ladi. Ya'ni sifat mavsufga un narsa agishdi dedikmi? U narsaning biri nima? Muannaslikda agishdi. Tilka darul axirat deb Alloh taolo bayon qilgan. Tamam, endi unda bo'lsa savol. Nima uchun biz bu yerda va bil axirat deb keldi? Unda nima uchun va bil darul axirat deb kelmidi deyilmi yerda desa? Bu sifat lekin ve hiye mine sifatil galibe. Bu anda normal sıfat emas. Yani bu köp işletkenliğin derdide mevsupqa galiplap ketken. Yani mevsup ne demek olan? Yeni vagan. Mevsup mağlup. Nemiş ki mevsup nemiş mağlup? Çünkü mahzuf. Mağlup bo'lgan ne oldu? Mahzuf bo'ldi. Eğer mağlup bo'lmagan bo'lsa ne bo'lmaydi? Mahzuf bo'lmaydi. Sifatlarning ichida ba'zan sifatlar borki, bu sifatlar ismdan bak, mevsupdan bak nima bo'ladi? Mashhur. Mevsupdan bak mashhur bo'lib ketgandan keyin, masalan, men ad-dar desam bak mashhurmi? Al-axirat desam bak mashhurmi? Al-axirat desam biz tushunamiz. Ad-dar desam tushunmaymiz. Chunki ad-dar degan kathir. Shundan keyin ba'zan mavsuflar sifatning mashhurligi bilan mag'lub bo'lib, davomli nima qilib, mahzuf bilan tushib qoladi. Yengilatish uchun. Ya'ni boshqalar agar men bu odamni sifatini olib desam, ismini demasam, bu tushunish, hammadan tunisa, hammadan bilsa, bu chaqda nimaga ehtiyoj qolmaydi? Mavsufni bayon qilib, zikr qilib keltirishga ehtiyoj qolmaydi. Shuning uchun sifat bilan bayon qilingan. Ve huve mine sifatil galibe. Yani galip olan sıfatlarını qatardan bu sebeple tilket darul ahire, ahire diyor. Şu sebepten ad-dar me'lum kılındı. Şu sebepten ad-dar hazf kılındı. Ve kezalike dünya. Dünya diyen söz mu şu ahiret diyen söz okşaydı. Ne mi cihetten? Hem mesela muannas. Dünya diyen söz muannas. Bununki müzekkirin kimde bakıdı? Anda Adna'nın nemesi Adna'nınki muannesi dünya. Dünyanın müzekkeri Adna. Anda bu nima? İsmi tafsir degandan nima chiqdi? Sifat degan. Sifat o'zi buning mavsuf qana. Desa buning mavsuf ham nima? Al-hayat. Nima? Al-hayat yoki ad-dar. Ad-daru nima? Ad-daru ad-dunya. Darud dunya yoki al-hayatud dunya. Buniki ikki dona mavsuf bor. Ba'zi hayatud dunya deb keladi. Bazı darud dünya. Yani hayatı dünyaca keladi. Demek bu hayatı dünyadagi hayatqa bu dunyoning bo'lgan, g'olib bo'lgan. Shu hayot deb kelamiz bu, dunyo deb kelsa, yani dunyo degan gap bilan biz nima bilamiz? Ha, hayotı dunyo demakchi. Demakchi. Va an Nafi'in Nafi' al-Madani, Nafi' bilasizlar.
Şu meşhur qarni, 7 qarni ichidagi Nafi degan Madinalik qarni o'qigan insonlar bormi? Nafi degan shu, meşhur qarni. Nafi'atun rivoyat annahu khaffafaha. Nafi rahimahulloh bu sherdagi va bil axirati degandagi shu oyatni taxfif bilan o'qidi, taxfif bilan. Qanday taxfif o'qidi? Bizga mana qiraat bilimini ko'rsatmaydi. Bi an qanday qilib desa, bi an deganda unda qanday qilib degan javob. Bunda qilib deb deymiz. Ya'ni bi an hadafa al hamza, ya'ni hamzani hazf qildi va bil a degandagi hamzani hazf qildi. Va alqa harakataha ala lam, uni harakatini, hamzaning harakatini, hamzaning harakati nima? Fatha. Nima? Shu fatha harakatini oldidagi lamga epadi. Shu qanday o'qildi? Va bil axirati degani va bil axirati hum yuqinun. Va bil axirati va bil axirati deb bilan Nafi' al-Madani rahimahulloh, Madinaning eng mashhur qorilardan Nafi' va bil axirati deb taxfif bilan o'qidi. Hum yuqinun. Hum yuqinun. Ular jazmiyat qiladi. Yuqinun degan gap jazmlashtiradi. Yani chin ko'nglidan ishinadi. %100 bo'ladi deb biladi degan ma'nosi. Bizga tushuntirib beradi. Yuqinun. Yuqinun degan misol ayqana yuqinu. Ayqana yuqinu degan nimadan chiqqan? Fe'ldan chiqqan. Uni ko'p shakli yuqinun. Endi iqon masdar. Masdar iqon masdar. Iqon degan nima desa, iqon degan itqonul ilm. Yani bir narsani, yani ilmni itqon qilish degan gap, ilmni puxta bilish degan gap, puxta. Yani yaxshi bilish, %100 bilish degan gap. Yani %100 bilish. Qanday qilib desa, bintifa'i shakki va shubhati anhu. Bir narsani qanday qilib %100 bilgan bo'ladi odam, qanday qilib puxta bilgan bo'ladi, qanday qilib itqon bilan bilgan bo'ladi desa, undan shak shubha yo'q bo'lsa. Andaqmiki, bundaqmiki ya, andaqmiki ya. Mana ayat yaf'alunki yoki taf'alunki degan gap qalbidan chiqayotgan vaqtda nima bo'ladi? Itqon bilan bilgan bo'ladi. Ya'ni ular oxiratni shunday %100 biladi. Ya'ni oxirat bularmiki yo bo'lmasmiki, qiyomat qoyim bularmiki yo bo'lmasmiki emas, qiyomat qoyim chuqum bo'ladi. Biz chuqum jazman Allohning oldiga bilib, har bir qilgan cho'ng kichik amallarimizga hisob bilimiz, yaxshilar jannat bilan, yomonlar do'zax bilan jazo mukofotga tortiladi, ilishidi degan mushu e'tiqod ne bular? O'zining ismini bilgandan abdaroq biladi va shuning ishini, shuni jazmlashtiradi, shuni jazmiyat qiladi. Mana mushular kimlar? Muttaqilar. Kitob kimlarga hidoyat qiladi? Mana mushularga Qur'oni Karim hidoyat qiladi. Davatudu, bugungi darsimiz shakli bo'lsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.